Bugun sizlar bilan talabalar yotoqxonasida osh pishiramiz. Xayrliga. Bizga kerak bo'lgan sabzi, piyoz, chesnoy, go'sht, salt qilishga. Jarayonni ko'rasizlar. Oygulli qo'lidan Samarqandcha osh yeymiz. Samarqandcha. Va baho beramiz. Sizlar baho berasizlar. Paddeshga o'tiribman. Do'stlardan do'stga po'rt chiqadi. Nasib bo'lsa, qaynonangni eng sevimli kelini bo'ladi. Biz hozir go'sht solamiz. Ketdik. Tamam. Ovqat pishiradi-da. Yoshlardan beradi, bilasanmi? Prezidentligingizda. Bu qo'llar sabzi to'g'ralgan qo'llar. Shunga oshni aralar ochib olamiz. Qaranglar, buni do'ppichada osh bo'ldi, do'ppichada. Aygul, oshni yangi tizimlashtirilgan. 25 minut 30 minutcha qoldiramiz. Maladi. Aziz salatchi. Odamni uyontirib povur demang-e. Achchichu. Ishda yurmang. Opa mashina qilib qo'llar to'g'ri ekanlar. Osonroq ekan. Kimga qanday bilmadim, men taxtachaga to'g'ri olmayman. To'g'rimi? Qo'l ishlamay qo'ysa. Salatcha. Da уже osh tayyor. Bismillahirrohmanirrohim. Qalay. Yaxshi. Samarqandcha osh yoqdim. Zo'rmi? Zo'r bo'lsa. Bosh bo'lsin. Salatcha bilan. O'zimga maqtadi, lo'kshin. Salatcha bor. Kevarasizlar.